Mana shu odamlarning qarzi bormi? 2 million bo'lib qopti. Mana shu 200 dollar olasan deb kim beriladi desa, mahallada Ikrom aka berib yuboradi deb qo'yasan, xo'pmi? Xo'pti. Sallani xo'jayininglar meni prachishgan bo'lardi. Bir paytlar yurardi. 10 ming bergandim. Shu yerlarni quryapti-da. Qo'ya. Bahonada salla ham ishlab bo'lsanlar-da. Uy yonib ketibdimi? Ha, aka, o'zi ham burchakda shuqlay o'tiribdi. Uni qara, bir narsa qilasan. Mana shuni olasan-da. Xo'p. O qora mashina yoki berib yuborlar deysan. Xo'p, Mana bo'ladi. aytgan xo'pmi? Xo'p. Davay, bor. Mana aytib qo'ygin. Xo'p, bo'ladi, aka. Davay bolalar, azmi to'yga pul yig'amiz, 100 dollardan beringlar. Ha. Qara, men 300 dollar beryapman. Malikni alohida bering, xo'pmi? Ikrom bergan deb qo'ygin. Xo'p. Davay. Ha, aka, bu otdimi? Da. Ketyapman 10-da, xabaringiz yo'qmi? Yo, bu 8-chisi. Da, 8-chisi aka. Gazini bosish kerak, bilasiz-ku. Hozir so'zga chiqishdan oldin aytib o't. Bu xonadonda erkagi yo'q. Hamma to'yini xarajatlarini men qilib beryapman. Shu restoranda men o'zim gaplashganman. Shunaqa ekan, so'zga chiqishdan oldin albatta aytib o'tasan. Bu to'yga Ikrom aka katta yordam qilyaptilar deb aytib o'tgin. Esingdan chiqmasin, xo'pmi? Ikrom aka, gazini bos. Men aka konditsionerni ham qo'yib beraman. Faqatgina bitta sizdan iltimos. Juma namozida shu Ikromjon xizmat qildi, yordam qildi desangiz bo'ldi aka. Mayli, o'zi qo'llasin.